Uchinchi variant 39-savol. 2000 ta organizm bor edi. 100% desak, shuning 172 tasi Krasnodarga uchragan. Bu 8,6% bo'ladi. Masalada ozroq kamchilik bor. Shu hisobda bajarib ketamiz. A dan B gacha 2,6 deyilgan, B dan D gacha noma'lum, lekin A dan D gacha 10 marganita deyilgan. 10 dan 8,6 ni ayirsak 1,4 bo'ladi. 2,6 ga 1,4 qo'shsak 4 marganita ekan. Lekin jami 10 marganita edi. 10 dan 4 ayirsak 6 marganita qoladi. Ya'ni 1,4 ni ayiradigan bo'lsak 4,6 bo'ladi. Javob 4,6. Buni masofa marganita deb tushuntirib berish qiyin, chunki savolda ozroq kamchiligi bor, shuning uchun oddiyroq qilib ishladim. 40-savol. O'simlik 25 tonna degan. Ya'ni 25 tonna bo'lsa 1 tonnamiz 1000 kilogramm bo'ladi. Ya'ni 25000 kilogramm. Shu o'simlikning 40% ni hasharot yegan. Ya'ni 0,4 ko'paytsak 10000 kilogrammini hasharot yegan bo'lsa, 25000 ni 15000 kilogrammi quyonga qoladi. 10000 ni yegan hasharot 1000 kilogrammga semiradi. Buning 100% ni tulki yegan. 1000 kilogramm yesa tulki 100 kilogrammga semirgan bo'ladi. Quyon 15000 kilogramm o'simlik yesa 1500 kilogrammga semiradi. 10% ni tulki yedi. 1510% 150 kilogramm bo'ladi. 150 kilogramm quyon degan tulki 15 kilogrammga semirgan. Tulki hasharot hisobiga 100 kilogramm, quyon hisobiga 15 kilogramm semirgan. Jami 115 kilogramm bo'lgan. Quyonning 90% ya'ni 1350 kilogramm bo'ri yegan va bo'rining massasi 135 kilogrammga ortgan. Bitta quyonning massasi 7,5 degan kilogramm. O'zi 1500 kilogramm edi bo'lsak 200 ta quyon bor ekan. Bitta tulkining massasi 11,5 kilogramm ekan. Jami 115 bo'lsa, 11,5 bo'lsak 10 ta tulki bo'lgan. Bo'ri 135 kilogramm. Bitta bo'rining massasi 27 kilogramm bo'ladigan bo'lsak 5 ta bo'ladi. Bizda aytilyapti umumiy son umurtqali konsumentlar. Bu yerda hasharot ham hayvon, lekin umurtqasiz hisoblanadi. 210, 215 ta bo'ladi.